Atmosfera MMA kanaliga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bugundan yangi rubrika, ya'ni zarbalar, ya'ni jangovar usullarni, mashg'ulotlarni o'tishni boshlaymiz deganim YouTube kanalining bugun birinchi videomiz. Xudo bugun menga yordam beradigan Feruz ukamiz, MMA jangchisi. Xo'p. Bugun biza eng Jon Jones bilasizlar, UFC'ning eng mashhur jangchisi, uni eng yaxshi ko'rgan zarbasi, ko'pgina klassik uslubdagi jangchilarni yenga olgan va juda ham travma opasniy zarba oyoqqa oblique kick, ya'ni tizzani ustiga oyoqning tagi bilan beriladigan zarba. Bu zarbani nimasi bilan xavfli do'stlar? Chunki masalan, raqib Jon Jones bitta narsa ishlatadi, qarang. Qoringa tepadi, boshga tepadi, o'zida-o'zi nima qiladi? Oyog'i isdan chiqadi. Mana oyog'iga tepgan vaqtda inson nima qiladi? Oyog'ini tortadi. Mana bunday uslubga tortadi oyog'ini. Xo'p. Ana endi u nima qiladi? Ko'rib turibsiz. Oyog'ini tag qismi bilan tizzani ustiga zarba bo'ladi. O'shanda tizza orqaga qaytib ketishni boshlaydi. Va ana endi qarang. Turamiz oldingi oyog'idan. Oldingi oyog'i. Chalg'itadi, zarba qo'l bilan bam. Tizzani ustiga tushadi. Va bu zarbani faqatgina tizzani ustiga emas, biz endi taekvondochi bo'lganmiz va taekvondoda yopchaga degan zarba bor. Karateda yoka giri deydi. Xo'p, bu zarba qanday? Aslida qoringa beriladi bu zarba. Turasiz, qoringa bam. Lekin buni son ustki qismiga va past qismiga berilishi mumkin. Nimasi bilan bu zarba effekt beradi? Ya'ni stoykada zo'r ishlaydigan bola bo'lsa, oyog'iga travma berib turamiz. Hop, tizzani mo'ljallash biroz qiyin, lekin sonni mo'ljallasa bo'ladi. Va past qismiga qanday? Past qismiga orqaga ketishiga. Agar sizga shu raqib zarba beradigan bo'lsa, shunga yarab tizzani. Zarba beradigan bo'lsa, qanday qochib qolsak bo'ladi bu zarbani? Tepyapti? Faqatgina blok. Tepyapti? Blok faqatgina. Agar to'g'ri tursangiz, tepsa oyoq orqaga qaytib ketadi. Turyapti, agar zo'r zarba bera oladigan odam bo'lsa, bitta bossa zarbani ketdi, oyog'ingiz qayrilib ketadi. Mana. Hech qachon mana shunaqa zarba beriladigan odamlar bilan siz to'g'ri oyoq bilan turmang. Mana bunday holatda turmang. Har doim oyoq himoyada tursin. Chunki tepgan vaqtda himoya qilasiz. Va o'zingiz tepmoqchi bo'lsangiz, xuddi shuni aytaman, ya'ni oyog'ini tekis turtirishga majbur qiling. Chalg'iting, oyog'ini chalg'iting. Boshga zarbalar bilan, qo'llar bilan chalg'itib, bam. Tomon bilan tepish shart emas, oyog'ini tagi bilan. Maqsad bu yo'lga tizzani qaytarish bo'ladi. MMA janglari va sport musobaqalarini muntazam kuzatib boradigan muxlislarimiz uchun One X saytida siz o'zingizni sportda bo'lgan bilimlaringizni sinab ko'rishingiz mumkin va o'yinlarni va janglarni yana ham qiziqish bilan tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, u yerda har xil bonuslar va promokodlarga ega bo'lasiz. Agar tomon bilan zarba bermoqchi bo'lsangiz, sonni ustiga bam. Ketdi. Turasiz, bam. Oyoqni usti muskulga tepganingizdan keyin 2-3 marta tepgandan keyin oyoq ishlamay qoladi. Endi buni himoyada ishlatsangiz, bu qo'l bilan hujum qilmoqchi menga, mana. Hujum qilmoqchi. Bilaman, qo'lga hujum qilishdan oldin bilasizlar, oldingi oyoqqa tiralish kerak. Yashang. Mana shu momentni 3 yoshda o'rganinglar. Zarba beryapti. Turamiz, zarba beryapti. Ko'rib turibsiz. Juda ham foyda beradigan narsa. Xo'p do'stlar, kanalga podpiska bo'lamiz. Bundan keyin faqatgina shuni jangovar usullarni o'rgatishga harakat qilamiz. Bu zarbasi oblique kick, ko'pchilik bu narsani ko'rgan va bu narsani nima uchun ishlatishimiz, himoya, hujumlarni ozgina bo'lsa ham tushuntirib o'tdim. O'zlaringizga qiziq bo'lgan usullarni ko'proq yozinglar, biz ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Tekin hamma narsa deydi-ku, tekin. Biz hamma narsani bilganlarimiz sizlarga shunday o'rgatamiz, sizlar qo'llab tursanglar bo'ldi. Hammaga rahmat.